Bugun sizlar uchun Shotor-Russaveli ko'chasidan 3-qavatdan 3 xonali luxury uslubda remont qilingan kvartiramizni topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'ring, juda ham chiroyli remontdan chiqqan. Marhamat, boshladik. Ko'rib turgan joyingiz hol qismingiz bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, sidaj zonasi qilingan. Garderobni shkaflari, dekorativ oynalarga alohida e'tibor bering. Bu yerda esa chiroyli qilib televizor qilib qo'ygan, podsvetkalari bilan juda ham chiroyli ko'ringan. Marhamat, birinchi xonamizdan boshlaydigan bo'lsak, mehmonxona bo'lyapti. Mehmonxona plus oshxona qilingan. Bu yerda ham sidaj zonasi, televizorlar qilib qo'yilgan. Va bu yerda esa marhamat, bu yerda opajonlarimiz uchun oshxonani qilib qo'ygan. Oshxonada ham barcha kerakli bechor texnikalar mavjud. Duh konturni kacholari qo'yilgan, issiq tizimlari qilingan. Har bitta xonaga radiatorlari ham mavjud. Va bu yerdan esa chiqishimiz bilan katta yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Plus balkonchasi ham mavjud. Va bu yerda shifoner barcha jihozlari mavjud. Mebellari krashin yaxshi mebellar qo'yilgan, eshiklar ham qimmat eshiklar qo'yilgan, magnitli. Va bu yerda esa marhamat, bolalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Bolalar